Pranav qayerda ekan? Ofitsiant, qarab oling. Labay xonim. Mana buni o'rab bersangiz. Xo'p, bo'ladi. Hozir qo'shiq marosimi boshlanadi. Hamma band bo'ladi. Siz uchun qulay imkoniyat. Sizdan hech kim shubhalanmadimi? To'rttasini ichkariga olib boring. Xo'p, bo'ladi. Endi bir amallab Gori opam va Pranavni uchrashishlariga yordam berishim kerak. समते भैडा मारी पगे पड्या मने पगे पड्या मारी हे मारी माडिया Ha, kelin poshshalar, kelinglar. Sizlarga sari hadya qilmoqchiman. Sevimli nevaram Gorini to'yi munosabati bilan uchala osinlarga qaynonalaridan sovg'a bo'lsin. Chaytali, Minnatdorman onajon. umring ziyoda bo'lsin. Eringni har kimga rashk qilaverma. Vishaka. लेला तू भी Mana. Rahmat onajon. Sen qachon meni buvi bo'lish baxtiga musharraf etasan? Erim sirimlarni juda joyiga qo'yasan-ku, lekin hali bundan bir naf ko'rmadim. Onajon, hammasi Xudodan. Parvardigor ham harakat qilganga beradi. Olma pish, og'zimga tush degan bilan ish bitmaydi-ku. Falguni. शगुन Gorini to'yi munosabati bilan bu senga tuhfa. Sovg'am yoqmasligini bilaman. Chunki bu didingga to'g'ri kelmaydi. Seriallar faqat Yaxshi, Ria Play buni aytishimga platformasida. hojat ham qoldirmadingiz. Donosizda. तेरे चेहरे से Chehrangga qarab bilib olaman. लेकिन Lekin bu sovg'a. मैंने Shuning uchun kiyishingga to'g'ri keladi. Falguni. देखा Katta keliningiz juda kekkayganda. U faqat o'z xonasida istaganicha kekkayishi mumkin. Bu xonadonda esa faqat Hansa Govarndas Parikni aytgani bo'ladi. Saltanatda faqat bitta qirolicha hukmronlik qiladi. O'g'lim Harshad shaharni mashhur ishbilarmonlaridan, lekin uyda u onasiga bo'ysunadi. Bu esa meni kelinimga hech yoqmaydi. O'g'lim meni hurmat qiladi. Hatto ko'zimga tik qaramaydi ham. Ha, ketan, hozir yetib boraman. Shartnomani hal qilmasak bo'lmaydi. Tinchlan, bu aksiya bozori. Qolaversa bizni hamma taniydi. Xavotir olma. Birjada albatta omadimiz chopadi. Ko'rishguncha omon bo'l. Ranvir, Keylashni o'zim bilan olib ketaman. Bugun ham otangdan yaxshiroq haydovchi yo'q. Ikkingiz ham meni tashlab ketargansizlar. Nima bo'pti? Hamma ishni o'zing eplaysan. Qo'y, kerak emas. Avval otangni duosini ol. Ijozat bermaydilar. Amaki oldin siz, keyin otam. Ha, lekin birinchi bo'lib yoshi ulug'lardan duo olinadi. Ularga ko'z quloq bo'l. Xo'p bo'ladi amaki. Biror nima bo'lsa qo'ng'iroq qilaman. Nimaga? Hammasiga o'zing mas'ulsan. Senga ishonaman. Seni sharofating bilan aksiya bozorida omadim chopyapti. Ko'rsatgan aksiyani xarid qilib foyda ko'ryapman. Marhamat. आई मैं तो आई नजरों के अंजाने एक जहां से लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से माना मुझे छूना ना दूर ही रहना परी हूँ मैं Devash,
Qizlar o'ynashmayaptimi? Parik sahnaga chiqqach barcha farishtalar qochib ketishdi. Bechora qizlarning oyog'ini bosaverib yura olmaydigan qilib qo'ydi. Ana, o'tirishibdi. Telefon oldingmi? Tez orada telefonli bo'laman, dadam olib beradi. Pratik, birorta qiz bilan tanishdingmi? Hali yo'q. Sen bilan kim ham tanishardi baqaloq. Ey, Tinchlan, Pratik, tinchlan. Ranvir, yur, birga o'ynaymiz. Yo'q, o'ynamayman. Kela qol, Ranvir. Bo'pti, o'yna. Qani boshlachi. Endi meni galim sahnadan tush. Disha, Mehendi qo'shig'iga birga o'ynaymiz deganding-ku. Ishani, yur. Raqsga tushamiz. Ishim juda ko'p. Yura qol. Bandman. Sangit bayramida bir marta bo'lsa ham o'ynashing kerak. Yur, birga raqsga tushamiz. Kel. Raqsim yoqdimi? Unchalik emas. -2 baho. Ranvir, juda baxilsan-da. Ha, eshitaman. Ko'rdingmi, Shani? Bu yerdan chiqib ketishimni sira iloji yo'q. Shay bo'lib turing. Qo'shiq paytida biror imkoniyat paydo bo'lib qolar. Tushundingizmi? Bo'pti. Havo issiq emas. Negadir peshonangni ter bosdi. Balki sen uchun salqindir. Ammo men isib ketyapman. Ishim ko'p. Libosim, og'ir taqinchoqlarimni hisobga olganda terlashim tabiiy. Hozir yuz qo'limni yuvib kelaman. Shoshma. Mendan nimani yashiryapsan? Telefonda kim bilan reja tuzayotganding? Hech kim bilan reja tuzmadim. Shunchaki gaplashdim. Kiyimimni almashtirmoqchi edim, chiqib tur. Yo'q, Tezroq xonamdan chiq. shoshma avval. Ranvir. Riyapoya platformasi sizni kino olamiga taklif etadi. Ishani mendan nimani yashiryapti? Juda parishon ko'rinadi. Tinchlikmikan? Bu olmos. Chetu, ichimlik. Chetu, rost gapiryapman, hech nima qilmadim. Qo'ng'iroq qilgan qizni tanimayman ham. Kechirasiz, men hozir. Chetu, quloq sol. Nega bunday qilyapsan? Sendan boshqasini yaxshi ko'rmayman. Yolg'on gapirmang. O'z quloqim bilan eshitmaganimda ham mayliydi. Adashib tushgan. Janob Parik, band bo'lsangiz kechroq qo'ng'iroq qilaman. Meni ahmoq qilmoqchimisiz? Chetu, gaplarimga ishon. Rost gapiryapman. Gapimni eshitmadi ham. Endi nima qilaman? Dada, sizga bir qiz qo'ng'iroq qilmadimi? Ziyofatda tanishgandim. Donka, seni tanishingmidi? Shu qo'ng'iroqni deb onangdan baloga qoldim. Yangi telefon olib bermaguningizcha tanishlarim telefoningizga qo'ng'iroq qilishadi. Bir Mona, keyin Shama qo'ng'iroq qiladi. Kelishgan yosh yigit bo'lganidan keyin qizlar qo'ng'iroq qilishadi-da. Meni qo'rqitmoqchimisan? Qo'rqitmoqchi emasman, dada, shunchaki tushuntiryapman. Ko'rishguncha omon bo'ling. Mango sharbati nomli musobaqamizni boshlaymiz. Bir tomonda barcha amakivachchalar, ikkinchi tomonda esa pahlavon Pratik akamiz. Sharbat ichish bo'yicha musobaqa. Barcha amakivachchalar bir jamoa bo'lib sharbat ichamiz. Pratik esa bir o'zi ichadi. Ranvir, sen sanaysan. Ha, albatta. Pratik harakat qil. Hamma qizlarning nigohi senda. Ayniqsa Ruchikaning. Agar musobaqada g'olib chiqsang,
uning sevgisiga albatta erishasan. Devash, bo'la qol, boshlaymiz. Diqqat. 3, 2, 1. Boshladik. Bo'sh kelma, Pratik. Bo'sh kelma. Olg'a, amakivachchalar 22 ta. Pratikda esa demak, bugungi mango sharbati musobaqasi g'olibi Pratik. Bechora shuncha sharbatni qanday ichdi ekan? Mazasi qochib qolmasa edi. Madhuri, bir daqiqaga mumkinmi? Men hozir. Gori. Biroz nima qilib turibsan? Yo'q, men Madhuri, ha? Bayram boshlanyapti. Bu yerda nima qilyapsiz? Yuringlar. Yur. Qorni yorilib ketsa kerak deb o'ylagandim. Desha, shoshma. Ha, xola. Ruchali kim? Kyo tomondanmi? Ruchikami? Ziyofatda uni ko'rgandirsan? Kimni, xola? O'sha qizni-da, kelin tomondan ekan. Esladingmi? Ha, Ruchika. Bo'ldi, esladim. U Gorini kollejda dugonasi. Romiya akani ham taniydi. Aslida u kuyov tomondan. Hozir bir daqiqa. Ruchika, ana u qarang. Mayli. Men bora qaray. Chetu, iltimos, gapimga quloq sol. Chetu. Nomard. Ko'z o'ngimda uyalmasdan imo qilyapsizmi? Yo'q, Chetu, ishon, u qizni tanimayman. Sen bilan qasam ichaman. Menga ishon. Meni ado qildingiz. Chetu. Netash aka, Devashni ko'rmadingizmi? Uni mendan so'rama. Yaramas bola meni sharmanda qildi. Nimaga? Ana, meni yaramas o'g'lim. Juda chiroyli qiz ekanman, Netash aka. Dahshat. O'zingiz yetmagandek, endi ukangizni ham yo'ldan uryapsizmi? Nima bo'ldi? Boshimga bitgan balo bo'ldi. Nima bo'lardi? Diqqat. Bugun Parik xonadonining barcha yigit va qizlari ajoyib raqs kechasini tayyorlashgan. Bu raqs siz uchun kutilmagan sovg'a. Marhamat, joyingizni egallang. Ushbu raqs siz uchun. तेरी आंखों के मत वाले काजल को मेरा सलाम तेरी मस्तानी अनजानी बातों को मेरा सलाम रंगों में डूबी डूबी रातों
buvim uni tanib qolsa-chi? Opa, yuring raqs tushamiz. Yo'q, o'ynamayman. O'zing o'yna. Bir marta birga o'ynaylik. Bor qizim, xursandchilik qil. Bora qol. Boraver. Juda qulay fursat. Undan foydalanib yuqoridagi xonaga chiqing. Ularni chalg'itib turaman. Ishani, unday O'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Biror ilojini topaman. Gorini yuqoridagi xonaga olib chiqaman. Siz ham o'sha yerga boring. Boring. Bu yigit nega yuqoriga chiqyapti? U yerda hech kim yo'q-ku. Ranvir. Dugonalarim kelishganda biror yegulik keltirsang. Xo'p bo'ladi. Hozir keltiraman. Kechiring, opa. Bu nima qilganing? Ko'zing ko'rma. Kiyimni xarob qilding-ku. Kiyimlarni almashtirib kelamiz. Almashtirarmish. Bor. Eng yangi kino va seriallar faqat Ria Play platformasida. Marhamat. Olinglar. Kechirasiz. Yigitlaringiz qayerda? Hammasi shu yerda, janob. Uyda qimmatbaho sovg'alar, taqinchoqlar ko'p. Yaramas o'g'ri. Bunga aslo yo'l qo'ymayman hech qachon. Shoshilmasangiz bo'lmaydi. Keyinroq gaplashaverasizlar. Qochinglar. Kiyimni almashtirish uchun kelgandik. Buvim kelib qolmaslardan qochinglar. Gori? Gori, to'xta. Gori! Gori! Hozirroq buvimga aytaman. Ranvir. Iltimos, Ranvir. Hech kimga aytma. Ularga men yordam berdim. Gori muhabbat uchun kurashayotganidan xursandman. Balki bu ishimni noto'g'ri deb hisoblarsan. Lekin tushunsanchi, u meni opam. Birga katta bo'ldik. Tug'ishgan opa-singil bo'lmasak nima bo'pti? To'ydan oldin uni ham fikrini so'rashsa bo'lardi-ku. Opam kuyovni bilmaydi ham. U Pranavni sevadi. O'zi bilmagan, sevmagan inson bilan qanday yashashi mumkin? Ha. Ularga yordam berdim. Muhabbat uchun. Uni nimaligini bilasan? Kimnidir sevganmisan? Men ham sevmaganman. Lekin bu tuyg'uni yaxshi anglayman. Dadam oyimni qattiq yaxshi ko'radi. U butun hayotini oyimga bag'ishladi. Sevib qolsang, dunyo ham ko'zingga boshqacha ko'rinadi. Gori sevadi. Shunday ekan, u boshqaga qanday erga tegsin? Gapir. Ishani Gorining qochishiga yordam bergan. Gori o'zi sevgan yigitga turmushga chiqishini xohlayapti. Lekin uning muhabbat haqidagi fikrini bu oiladagilar tushunarmidi? Bechorani jinoyatda ayblab jazolashadi.
Men bunga yo'l qo'ymayman. Uning qaroriga qo'shilganim uchun emas, balki uni sevganim uchun. Ishanini shunchalar yaxshi ko'ramanki, unga yomonlik qilishlariga aslo yo'l qo'ya olmayman. Bu muammo endi mening muammoyim bo'ladi.